Hayz davrida jinsiy aloqa qilinishi mumkinmi? Juda ham ko'plab ayollarimizni hozirgi kunda eng ko'p beradigan savollaridan bittasi va tortishuv muhokamalarga sabab bo'lgan mavzu hisoblanadi. Hayz davrida qonli kunlarda jinsiy aloqa qilinish kerak yoki kerak emasligi to'g'risida tibbiy tarafdan ham, din tarafdan ham taqiqlangan usullar mavjud. Ba'zi bir ayollarimiz hayz davridagi jinsiy aloqani normal, tabiiy holat deb hisoblashsa, ba'zi ayollarimiz bu holatni mutlaqo taqiqlangan va istalmagan holat deb hisoblashadi. Agar sizda hayz davrida, ya'ni qonli kunlarda nimaga jinsiy aloqa mumkin emas? Birinchidan, gigiyena sifatida mumkin emas va ikkinchidan, infeksiya, har xil infeksiyalarni bachadon ichiga kirishi, qorin bo'shlig'iga chiqishi oqibatida yuzaga keladigan jiddiy asoratlarga olib keladigan kasalliklar tufayli ham biz hayz paytidagi jinsiy aloqani tibbiy tarafdan ham taqiqlaymiz. Shunga o'xshash foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'ling.